onam, otamni uylariga shuncha kosmetika bilan kelganman o'rtoqlar. Kosmetikalar mayli. Xo'p, hozir storiesga chiqishdan oldin bo'yanaman. Undan oldin kechqurun uxotlar qildim. Mana menga nima ekan? Yuzimni apparatini ham olib kelganman. Voy, busiz iloji yo'q. Orada baribir vaqtida apparatda yuzimni mana bu sivorotkalar surganimda singdirib masaj qilishim kerak. Uxot kerak qizlarjonlar, hammamiz yuzimizga hozir ekologiya buzilgan. Juda ham ko'p yuz kasalliklari kelib chiqyapti. Shunda ham baribir peshonamdan katta narsa chiqqan. No, yaxshi, bugun o'sha qurib kichkina bo'lib qoldi. Tak menga o'xshab mana shunaqa bir dunyo narsalar ko'tarib yuradiganlar bormaringlarda qalban birgamiz. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar, tuzimmisizlar? Ota-onamni uylaridaman, hovliga chiqib oldim, toza havoga. Baribir Sirdaryoning havosi boshqacha deydi-ku. Xullas, nima demoqchiman? Bu joylar, bu uy, ota-ona bag'ri omonat ekanda, juda ham qadrli, vaqtida qadriga yetish kerak. Endi men harakat qilganman juda ham ularning duolarini olishga, qadrlarga yetishga. Mana hozir avvallari, misol Toshkentda uyim bo'lsa ham, xohlagan paytim, sog'ingan paytim nechta bo'lsa ham chiqib kelaverardim. Endi ruxsat tegsa kelaman. Qizlarning taqdiri shunaqa ekan, qachon ruxsat tegsa, qachon mumkin bo'lsa kelamiz. Maza qilib ketamiz. Shunaqa toza havo, lekin ozgina sovuqroq. Bobosini ko'rdi, bobosini. Shu bobosini ko'rdi. Yerimda nima bu? Nima bu, buni ochamiz. Deydi. Jonim. Qani? Kichkinagina zo'r ekan, shu pari bilan qildik, o'shani razmeridan ekan. Voy, mana dadam qilib kelib berdilar. Rossiyskimi? Ha, chiroyli. Voy, bolacha, shuni ham ko'rish kerak, tekshirish kerak. Nima bor, nima bo'lyapti bu yerda? Ana. Qasqon oldim mana nihoyat. Dadam olib kelib berdilar. Shilishda davom etamiz. Ota-onam uylaridan narsa olib ketishdan davom etaman. Zo'r ekan-a? Voshcha zo'r ekan. Meniki kattasi. Ha, hisob bo'ling dada. Narsalarim hozir bo'yandim, endi yig'aman.